Assalomu alaykum. Toshkent shahar Chorsu gullari. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Xonadoningizlar tinchmi? Mana anchadan beri video qo'ymayapman. Mana bugun qo'limdagi lolalarni sizlarga olib ko'rsatyapman. Mana qaranglar, ham chiroyli. Hali ham ochilib turibdi. Bugun 2-aprel. Mana 2-aprel lolalar. Mana ko'ryapsizlar? Mana juda ham chiroyli bola ochiladi. O'sha oq to'kilyapti, mana ichidagi urug'i. Lolani urug'i bo'ladimi deb so'rayotganlar, lolani ham urug'i bo'ladi. Mana bu piyonlarimiz juda ham chiroyli bo'lib yotibdi. Ko'ryapsizlar? Mana bu yulduz gullar ochilib yotuvdi. Hammasi yopilyapti. Nima qilib qaranglar, ochilib yotuvdi, hammasi yopilib bo'pti. Hech qanday yopilib bo'ladi bu shom paytda. Juda ham chiroyli bo'lib. Mana bu qulupnaylarimiz ham gullagan. Bunisi endi gullargan. Mana bu ham gullab yotibdi qulupnaylarimiz. Lilalarimiz g'unchalagan mana. Bular oq lila. Mana bu natis shoxligi. Juda ham chiroyli. Mana bir qavatli maxrufisi bu. Mana bu ham bunaqa maxrufisi ochildi, o'sha gullari o'tib qoldi bilan. Mana shoxlini sarig'i mana. Juda ham chiroyli. Mana bu gollandskiy lilalarimiz chiqib kelyapti. Mana bular gollandskiy lila bo'ladi mana. Ko'ryapsizlar? Hozircha ikkitasini ko'rdim. 5 ta ekuvdim o'zi. Hozircha ikkitasini ko'rdim. Hozir yana qidiramiz. Bugun gullarimizga shiraga qarshi dorilarni sepdik. Bunisi shira bosib ketadi. Mana bu lekin qopqog'ini olib qo'ymasak qolib ketadi shu bilan. Mana bularning hamma yo'q lila. Bilasizlar? Eshon buvadan olib chiqib ekkan karlik vinokim bu. Ko'rasizlar, qanaqa chiroyli bo'lib o'sib yotibdi. Mana bu chista telimizni shu gullayapti. Mana bu eng lichepniy payti hozir. Chista tellar. Mana sizlarga hozir uzib ko'rsaman. Mana ko'rasizlar? Ichidan sariq anaqa to'q olovrang bo'lib suyruvi chiqyapti. Mana shu paytda mana bu lichepniy bo'ladi. Yuzdagi toshmalarga kelgan qo'ldagi yaralar, anaqalar bo'ladi-ku, teri koja orqali bo'ladigan hamma kasalliklarga davo bu. Juda ham zo'r. Yuzdan husnbuzari ko'plar, yog'lanadiganlar bo'ladigan bo'lsa, buni mana shu bir 5 ta 6 ta baylarini yulib turib, suvini chiqazib, unga tuxumni sarig'ini qo'shib, aralashtirib yuziga maska qiladigan bo'lsa, maskasi bir 10 minut, 15 minutcha turadi. Bu rosa zo'r. Yuzdagi shu uguriylarni, husnbuzarlarni, ajinlarni, dog'larni rosa zo'r ochib beradi. Bu tabiiy yo'li. Mana ko'ryapsizlar? Mana shuni o'zidan chiqdi. Juda ham zo'r. Mana bu miyatalarimizni qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib yotibdi. Juda ham zo'r. Bizda o'sha akviliyaga gullashga kiryapti. Hozir ularni ham ko'rsataman. Mana bu buyushya turgullarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib g'unchalab yotibdi. Shu bugun g'unchalarga shiraga qarshi dorilardan sepdik mana. Juda ham chiroyli bo'lib yotibdi. Hozir men sizlarga akviliyagani ko'rsataman. Shu bahor kelib uyg'onyapti hammasi. Men yurishimga yo'l qolmayapti. Mana bu akviliyaga mana ko'ryapsizlar? Mana bu ochildi chiroyli bo'lib. Qaranglar. Burasi ham chiroyli. Hali bu shoddalar bo'ldi. Ularni ham ko'rsataman unda xolisi. Mana bu g'unchalab yotibdi. Mana bu liliyanik ko'ryapsizlar? Qanaqa chiroyli bo'lib, zo'r bo'lib ketgan. Bu zo'r. Mana bu mamli gollandskiy iris bo'ladi. Bular ham xudo xolisa bo'lib gul beradi. O'zim sotgan irisim bor. O'shandan anaqa ekib turib ko'paytiryapman mana. Ko'rasizlar? Bu mana bu xurmolarimiz ham uyg'ongan. Mana xurmo daraxtimiz. Mana ko'rasizlar? Mana bu flokslarimiz. Flokslarimizni ham qaranglar, qanaqa katta bo'lib ketganini.
Atirgullarimiz ham vashshi zo'r bo'lib, shoxlab chiroyli bo'lib uyg'ondi. G'unchalab yotibdi. Mana bu miyatamiz bor. Mana bu anaqa mesniy gartenziya bu. Oq rangli. Juda ham chiroyli bo'lib, anaqa qilib yotibdi bular ham o'sib baylab. Mana bu primula ko'ryapsizlar. Hali ham guldan to'xtamagan bo'lib mana. Juda ham chiroyli bo'lib ochilyapti. O'sha mana bu endi yenga maysa bo'lib, anaqalarimiz chiqyapti, kava gullarimiz. Bular ham rosa ham chiroyli bo'lib gullaydi. Xudo xolisa. Mana bu bitta dona salatbay urug'i tushib, salatbay chiqibdi mana. Qattandir kelib qolgan. Oh. Mana bunisi sariq rangga. Mana o'sha bular rang ko'rsatish boshlayapti. Bu hidli bo'ladi. Bu sariqning hidli bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mana bu havo rang ramashkamiz. Bu ham rosa chiroyli bo'lib gullaydi. Ko'ryapsizlar? Mana bu shtampi atirgulimiz. Qaranglar katta bo'lib ketganini buni. Chiroyli bo'lib. Mana bu piyollarimiz ham hammasi g'unchalab yotibdi. Daraxtlarimiz ham bahor baribir boshqacha-da. Odam maza qiladi. Bitta videoda qush uylarni ko'rsanglar deydilar. Qushimiz sava. Teplisadagini ham ko'rsatdim. Bu mana uyimizdagi. Juda ham chiroyli. Mana biznikida garimdorli pishib yotibdi, hurmatli obunachilar. Chiroyli bo'lib. Mana qaranglar. Tayyor, svejiy, o'zini tupida. Mana. Bu 4 yil 5 yillik garimdor. Hozir bu ancha vaqt suvsiz qolib ketganning hisobiga ancha shoxlari qurib qolibdi, anaqa qilibdi. Endi buni biz yana boshqatdan uyg'otib, boshqatdan ko'kartiryapmiz. Mana qaranglar. Juda ham zo'r. Bu garimdor yildan yilga o'tgan sari achchiqligi juda ham zo'rayib, kuchayib ketar ekan. Bitta dona yesanglar, men zo'rman garimdorni yeyman degan odamman. Bitta dona yesa bo'ldi, tamom. Shunaqa qilib bugun sizlarga mana shunaqa qilib video obzorlarni olib ko'rsatdim. O'zim xonadonimni. Kun o'tgan sari, yozga qarab yurganimiz sari bizning xo'rlarimiz yashnab bormoqda. Xudo xolisa ularni ham gullagan, hamma qo'limdagi gullarim gullagan paytda men sizlarga ulashib borishda davom etaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xonadoningizga tinchlik, fayz va baraka ato qilsin. Sizlar bilan har doimgidek Muhammad Ali bo'ldi. Charchamanglar. Juda ham chiroyli, mana bu yo'lda ham savalar bor.